Sukunat bizlarga shonli tarixni so'zlamoqda. Samarqand viloyati Jom qishlog'ining Beshbarmoq mahallasidagi Yalang'oyoq Eshonbobo ziyoratgohiga keldik. Mana bu yo'llarimiz, ziyoratgohga boradigan yo'llarimiz hammasi ehson bilan, ildi ehsoni bilan qurildi. Mana xalq, odamlar birlashib, mana shu ziyoratgohgacha polni ehson qilishdi. Ehson qilib yo'l qilishdi. Mana pasti ziyoratgohga yaqinlashib qoldik. Nasib qilsa. Pastimizda. Tarafimizda qabriston. Sukunat bizlarga shonli tarixni so'zlamoqda. Sukunatni tinglamoq har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Samarqand viloyati Jom qishlog'ining Beshbarmoq mahallasidagi Yalang'oyoq Eshonbobo ziyoratgohiga keldik. Videoni oxirigacha kuzating. Bu ziyoratgohni sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu insonning to'liq ismlari Muhammad ibn Sami Mirzaxo'ja. Bu insonni haqida ko'p ma'lumotlar qatag'on yillarda yo'q bo'lib ketgan. Afsonalarga ko'ra, bu kishi 16-18 asr o'rtalarida yashab o'tganlar. Bu kishi Kattaqo'rg'ondan shu yerga kelib qolganlar. Bu insonni nega Yalang'oyoq Eshonbobo deb atashadi? Bu inson Kattaqo'rg'ondan yo'lga chiqqan ekanlar. Bir tuyam qayerda to'xtasa, qayerda makon qilsa, o'sha yerda o'zimga makon qilaman deb yo'lga chiqqan ekanlar. Bu kishini to qishda ham, yozda ham yalang oyoq hollarda yurganligi uchun Yalang'oyoq Eshonbobo deb atashar ekanlar. Afsonalarga ko'ra, bu kishini nega siz yalang'oyoq holda yurasiz deb savol berishganlarida Alloh meni yalang oyoq holda yaratdi. Alloh yaratgan yerda men yalang oyoq holda yurishni afzal ko'raman deb javob bergan ekanlar. Bu Yalang'oyoq Eshonbobo ziyoratgohining masjidi ancha qarovsiz ahvolda. Xalq hashar bilan qurilgan masjidlar bular. Ulug' ziyoratgoh, ulug' joylarda ko'ngilni xira qiladigan mana bunaqa bid'at amallar ushlab turadi. Aka-ukalar, opa-singillar, iltimos, bu amallar bizlarning dinimizda zid amallar bular. Bizning dinimizga, qadriyatimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Iltimos bunaqa ishlarni qilib gunohga botmaylik. Mana bu yerda olov yoqib sig'inishlar, Zardushtiylik dini, biz musulmonlarmiz. Bu buloq shu qishloqqa suvsizlik kelib qolganda, shu qishloqning xalqi Eshonbobomizni yoniga keladilarda, Allohga duo qilib so'rang, bizni suvsizlikdan qutqarsin deganlarida, Eshonbobomiz Allohdan duo qilib so'raganlarida, Alloh mo'jizasi bilan mana shu buloq chiqarilgan ekan. Qariyb mana 300 yil, 400 yildan beri mana xalqqa xizmat qilib kelmoqda. Shifobaxsh suvlardan biri. Bu yerda baliqlari ham hatto mo'jizaviy hisoblanib keladi afsonalarda. Shu yerda qatag'on yillarida askarlar turib, mana shu xalqni, odamlarni, shu tog'larga qochgan odamlarni qatag'on qilganda, shu yerda baliqlarni ovlab yegan ekan. Hammalari bedavo dardga uchrab, bir xillarni oyoqlari irib, bir xillari juda ham og'ir tuzalmas dardlarga uchrab qolgan. Bahor oylari, mana toza havo, hamma sharoitlar bor. Bemalol kelib, ziyorat qilib, dam olib ketishga sharoitlarni yaratib qo'yibdi. Rahmat shu insonlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu. Keyingi safar qaysi ziyoratgohlarga tashrif buyuraylik, shu haqda izohlarda yozib qoldiring. Rahmat hammaga.